Bugun sizlar bilan har bir tishlam Turkiya nafasini beradigan Adana kaboblarimizni noldan tayyorlaymiz. Kaboblarimizning go'shtlarini tayyorlab oldik. Endi bularni zirh bilan maydalab olamiz. Go'shtlarimizni tayyorlab oldik. Endi barcha mahsulotlarimizni aralashtirgan holatda kaboblarimizni boshlaymiz. Qiymalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga turk ziravorimiz, pul biberini aralashtirgan holatda Adana qiymamizni tayyorlaymiz. Qiymalarimiz tayyor. Endi ularni siqlab pishirib olamiz. Adana kabobimiz tayyor bo'ldi. Endi uni tatib, ta'miga baho beramiz. Ajoyib ta'm. Turkiya nafasini beruvchi Adana kabobimiz juda ham lazzatli bo'ldi. Achchiqlari aynan tobida bo'lgan. Bunday lazzat har qanday restoranda ham topilmaydi. Antalya restoranimizga tashrif buyuring va ajoyib kaboblarimizdan bahramand. Sizlarni Antalya restoranida qolamiz.